Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan qiziq voqea bilan bo'lishmoqchiman bugun. Bizga kasal murojaat qildi. Ginekologga og'riq, nadlonim chov ustida og'riq bilan shikoyat bilan murojaat qildi. Uzi qilganda, kichik chanoq uzi qilganda anomal tug'ma buyrakning kichik chanoqda joylashgani topildi uzida. Keyinchalik kasalimizni kompyuter tomografiyasiga jo'natdik va analizlar oldik. Kompyuter tomografiya qilganda ko'rishingiz mumkin, buyrak anomal kichik chanoqda sidik qovog'ini ustida joylashgan. Bunaqa tug'ma kasallik hisoblanmaydi. Kompyuter tomografiya qilganimizda mana ko'rishingiz mumkin, mana bu jigar, mana bu esa buyrak, o'ng tomon buyrak. Mana bu yerda chap buyrak joylashgan, qovoqning ustida. Shunga o'xshash qiziq ma'lumotlar bilan siz bilan bo'lishib turamiz. Doim biz bilan bo'ling.